Do'stlar, qaranglar, bunisi Dubai deb nomlangan fason ekan, bunisi eng so'nggi trendda bo'layotgan Panda deb nomlangan fason ekan. Spalni garniturda eksklyuziv variantlarini ishlab chiqaradigan birinchi qo'l usta Abdug'ofir akani ishlab chiqarish sexlari do'stlar Andijon shahar 80 metrda ekan. Uka xohlasa kelaversin, ko'rib joyida olib ketsin. Xohlasa telefon qilsin, O'zbekiston bo'ylab dastavkalarim bepul o'zim yetkazib beraman deyapti. Aka, bunisini nech pul qilib berasiz? 9 million so'm. Panda 9 million, Dubaychi Dubay 9,5 million so'm. 9,5 million so'm. Do'stlar, bu mebellar hammasi matraslari ikkita tomonlamali. Mana bu hamma joyi ajrayotgan, bo'lak bo'lib, shkaflari ham ajrayotgan. Keyin materiallar mo'ysha, hoji aka. Lata material emas ekan. Qimmat oyoqlar qo'yilgan. Mana bu sofalarigacha bor ekan do'stlar. Yana bitta modelim bor deysiz. Do'stlar, mana bu ham Pandani boshqacha rangi ekan. Puli bir xil 9 million so'm deyapti. Bu hamma mebellarimizda diodlari bor, materiallari rossiyskiy qimmatlaridan, PVH kromkalar qilingan, osha-moshalari yaxshisidan. Ruchkalarigacha plastmassa emas, uka temirdan qo'yib qo'yganman deyapti. Qadrdonlar, batafsil ma'lumot mana ekrandagi nomerlarga telefon qila olasizlar. Abdug'ofir akam o'zi javob beradi. Kataloglar ham tashib beraveraman deyapti. Mana shu narxi ichida O'zbekiston bo'ylab polni dastavkalari bepul. Usta akaga aloqaga chiqa olasizlar. Videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasiz.